Botanika yoki nabotot olami. Bu fan o'zi qachon paydo bo'lgan? 20-chi, 15-chi yoki 6-asrda? Hozir bilib olamiz. O'simliklarni o'rganish uzoq tarixga borib taqaladi. Botanika fanining rivojlanishida dorishunoslarning o'rni benihoya katta bo'lgan. O'simliklar haqidagi dastlabki yozma ma'lumotlar qadimgi Xitoy, Hindiston, Misr, Yaqin Sharq mamlakatlari xalqlari orasida bo'lgan. Mashhur olim, Yunon faylasufi va tabiatshunosi Aristotel o'simliklar haqida ancha ma'lumotlar to'plagan. Aristotelning shogirdi Teofrastning asarlari esa botanika rivojlanishida katta ahamiyatga ega bo'lgan. Islom olamida o'simlikshunoslik fanining rivojlanishi 9-10 asrlarga to'g'ri keladi. Albatta insonlar qadimdan nabotot bilan qiziqib, uni o'rganib kelishgan, ammo ilm dini bo'lgan islom o'simliklarni o'rganishni haqiqiy bahsga aylantirdi va bu sohada alohida ilm paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. 639-yilda vafot etgan Rashiduddin Suriy musulmon nabotot ilmiga katta hissa qo'shgan olimlardandir. Olim o'zining nabotot ilmi haqidagi Al-Adviyatul Mufrada va At-Toj kitoblarida 466 ta o'simlik haqida ma'lumot bergan. Musulmon ulamolar tarixda birinchi bo'lib o'simliklarga ta'sir o'tkazib, o'zlariga kerak bo'lgan rang va moddalarni ularga kiritish yo'llarini ishlab chiqishdi. Yana bir mashhur olim Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad al-G'ofiqiydir. G'arb olimlaridan Max Meyerhof bu olimga baho berib, bu kishini eng mashhur nabotot ilmi olimlaridan biri deb ataydi. Yana bir ko'zga ko'ringan olimlardan biri Ibn Baytordir. U o'zining Al-Jami fil Adviyatil Mufrada asarida o'simliklardan tayyorlanadigan dorilarning 1400 ga yaqin turini keltirib o'tgan. Ekinzorlarda hosilga zarar beradigan zararkunanda o'simliklarni birinchi kim o'rganganini bilasizmi? Ibn Baytor, aynan shu kishi. Yevropaliklar bu kishini nabotot ilmining otasi deb atashadi. Olim o'zining Al-Filoha asarida ko'chatlarning yangi turlarini hosil qilish va ziroatga yetadigan ofatlarga qarshi kurashish yo'llarini o'rgatgan. Hozirgi kunda Ispaniya, Fransiya, Italiya, Portugaliya, Yunoniston kabi Janubiy Yevropa davlatlarida o'sayotgan xurmo, zaytun va boshqa daraxt va o'simliklarning o'sha yurtlarda qanday paydo bo'lganini bir o'ylab ko'rganmisiz? Bu narsalar Yevropaga uning janubida 8 asr hukm surgan Andalus islom davlatidagi musulmonlar harakati bilan kirib kelgan. Musulmonlar sharq tomondan va shimoliy Afrikadan Janubiy Yevropaga yuqorida aytilgan xurmo va zaytundan boshqa paxta, sholi, shakarqamish, zafaron kabi ko'plab o'simliklarni olib kirib, o'sha yer tabiatiga moslashtirib o'stirganlar. Yuqorida aytib o'tilgan ma'lumotlarning tasdig'i sifatida shu sohani sinchiklab o'rgangan g'arblik olimlardan janob Sinu Besning gaplaridan iqtibos keltiramiz. Musulmonlar ziroatning hamma navlarini iste'mol qilish bilan birga nabototlardan ko'pchiligini Saqalliya, ya'ni Sitsiliya va Ispaniyadan olib kelib o'stirganlar. Ular bu ishni shu darajada yaxshilab ado etganlaridan o'sha narsalar xuddi shu yerlik nabototlarga o'xshab qoldi. Sholi, zafaron, uzum, xushbo'y o'simliklar, havorang va sariq atirgullar, yasmin, paxta va shakarqamishlar shular jumlasidandir. Mana biz aytgan gaplarni g'arb olimlarining o'zlari tasdiqlab turibdi. Bugun esa siz nabotot ilmi haqida ma'lumot oldingiz. Biz borini gapirdik. Xulosa qilish esa sizdan. Assalomu alaykum.